Assalomu alaykum Brend Metal obunachilari. Xudo xolasa navbatdagi premium klass so'rimiz tayyorlaganmiz. Bu so'rimizda razmerlarga keladigan bo'lsak, 3 metrga 2,5 metr razmerda yasab berganmiz. Bu so'rimizga o'sha shohona variantda o'sha tagliklarni, tepaliklarni mana bu piramidalarni ishlatib berganmiz. Mana bu joylarga nerjivika, buni ham qalin variantda valna qilmagan holatda qilib berganmiz. Mana bu joylarni prut 12lik prutdan qilib berganmiz. Stokalarning qalinligi 10 ga 10 bundan bo'ladi. 1.8 qalinlikda bo'ladi. Bu bemalol tekshirib olaverasizlar. Mana bu suyanadigan joylari 10 ga 5 profildan qilib yasalgan. Buni ham o'sha qorasida materiallarning qalinligi polni 1.8 da bo'lgan. Mana bu joylari 5 ga 3, o'rtalariga g'ishlislarni chizib qilib berganmiz. Bu so'rimizga g'ish deb nom qo'ydik. Xudo xolasa O'zbekistonda yagona bo'ldi degan umiddamiz. Bu so'rimizni agar yasaganlar bo'lsa, bittadan atvet kutamiz. Videolaring bo'lsa, qo'ysalaring, xudo xolasa chiroylab qilib beramiz. Bu so'rimizga pol taxtalarini 3lik qalinlikda qilib berganmiz. 3likda ham o'sha rossiyskiy yog'ochlardan qilib, bitta operator yaqinroq olib kelib ko'rsatsangiz, yog'ochni ustlarigacha polni laklangan, mana uzlangan, ko'rib bahosini berib qo'yasizlar. Bu so'rimizning общий narxlari 7 million 200 mingga Vodiy va Toshkent bo'ylab qilib beramiz. Bu so'rimizda g'ildirak bilan jihozlab berganmiz. Bunda surib turib aqqa yursalaring bo'laveradi, orqalarida balonchalik bo'ladi. Bu so'rimizda qo'qonga tayyorlaganmiz. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar, telefon qilaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Doimo aloqadamiz.